harfi oilasidagi sirdosh do'stlar bilan tanishib qilishni xohlamsiz? Bosh a. Yolg'iz a. Oyoq a. Ulanma a. A harfining har qaysi shakllari o'zining so'zlardagi o'rnini tunishtirsam deb atadi. Qanamsa diqqat qiling. Yarışıp bu Amdergül'nün atlas kengligi çaqnap aksi aynakda içildi kengli. O'g'ri daraxt kesmoqda osta-osta. Daraxt oqi chidamay yig'lamoqda. Mehmetjon Meynat bolalarga o'ch, Meynat bolalar Mehmetjonga omroq. Mash'al ko'tarib kelmoqda as'ab. G'ayrat qil g'ayrat, tez nishonga yet. Siz yuqorida 3 harfning har qaysi shakllarini ko'rib bo'ldingiz. Endi bu harflarni birlashtirib bir necha so'z tuzib baqamdiq. Ne'ga a'ni qo'shsak na bo'ladi. Ne a na. Te'ga a'ni qo'shsak ta bo'ladi. Te a ta. A te at. A'ga nani qo'shsak ana bo'ladi. A ne ana ana. A'ga tani qo'shsak ata bo'ladi. A te ata ata. Bizning oila. Bizning uyda bobam, momam, opam, men va ukam qatorliq 6 odam bor. Bobam bilan momam dehqonchilik qiladi. Dadam zavodda ishlaydi. Opam o'qituvchi. Men 1-sinfda o'qiyman. Ukam nayda yig'langu. Kechqurun hammamiz jam bo'lib, kunduzi ko'rgan anglagan ishlar to'g'riliq paranglashimiz. Bugun men do'stlarim bilan o'ynag'ach, ko'rganlarimni she'r qilib yozib chiqdim. Aynak sirtar Salima, mash'al o'ynar Azmat, axlat to'kar Hanifa, As'ad polni tozlavat. Uydagilar bu she'rimni anglab meni maqtab ketdi. Bizning oila bekmi baxtlik. Hammamiz bir-birimizga kuyinamiz. Men oilamizni intayin yaxshi ko'raman.